ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan silliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur qizlari bilan to'yilish uchun oyig'i uzilmay kelayotgan Xitoy erlarining loyiq tonishtirish o'rinlari tarafidan tanishtirilgan Uyg'ur qizlari bilan tanishib, bir qancha kun ichida to'y xiti elayotganligidek ahvollar ma'lum bo'lmoqda. Shundaqla Uyg'ur qizlarining yerlik hukumat o'rinlarining orichiligi bilan Xitoy erlariga yotliq qilinish hodisasining yangi bir to'lqin hosil qilganligini oshkorlamoqda. Jiangsuluk Hanzu yigit bu yil 31 yoshga kirgan. To'y qilmagan Uyg'ur qizchaq bilan to'y qilishni xohlaydi. Hanzu yigit Uyg'ur qizchaq bilan to'y qilishni xohlaydi. Yigit harbiylikdan chekingan bo'lib, Uyg'ur qizchaq bilan to'y qilg'usi bor. Uyg'ur qizlar bilan to'y qilishni xohlaydi. Mushu Uyg'urlar bilan xalqlar o'tirishda to'y qilib bo'lamdi, bo'lmam degan temni to'qib ketaylik. Chiq qizlarning ko'nglida bir xil ikkilanish bor ekan. Yo'ldosh desam qanday bo'lardi? Muhabbat millat armaydi, yurt armaydi. Faqat ikki odam bir-birini yaxshi ko'rib, bir-birisi kuyinib o'sli bo'ldi. Hozir hamma odamning nikoh erkinligi bor. Oluplu Xitoy o'lkalaridan maxsus Uyg'ur xotin elish uchun kelayotgan Xitoy erlarining chiroyli Uyg'ur qizlarini xotinlikqa olganligini, Xitoyning Douyin, WeChat qatorliq ijtimoiy taratqularda hayosizlarcha tashviq qilayotganligi muajiratdagi Uyg'urlarning g'ururini puchilamoqda. Shundaqla ig'ir andishlarni paydo qilmoqda. 等了好久，终于可以说那句维语，谁是没能经历火车闹吗？ Bu xil sin ko'rinishlarni chet ellardagi ijtimoiy taratqularda ham baharlagan bir qism Uyg'ur tor kezarlari bu sin ko'rinishlarga ilova qilgan yozmalarda Uyg'urlarning kelgusiga bo'lgan kuchli andishlarini bildirmoqda. Lager şahidi Zümrət Davud bu haqda fikir bayan qilganda, ishkiri o'lkalardagi Xitoylarga Uyg'ur va boshqa yerlik millat qizlaridan loyiq izlashni tijorat kasb qilib olgan bundaq shirkatlarning navbatda Uyg'ur elining hamma shaharlaridagidek qurilayotganligini bayqaganligini ta'kidlab o'tdi. Zümrət xonimning kuzatishicha, Xitoy o'lkalaridagi Xitoylar bilan to'y qilayotgan Uyg'ur qizlarining soni mushu bir qancha oy ichida alayda ko'paygan. Uyg'ur qizlari bilan Xitoy erlarining to'yilishiga doir sin ko'rinishlarning asli manbasi Xitoydagi Douyin taratqusidan kelayotgan bo'lib, uningda Uyg'ur Xitoy tez to'yilishishi, millatlar ittifoqligi to'yi, Xinjiang guli bilan to'y qilish degandek nomlarda maxsus loyiq tonishtirish suplarining echilganligi ma'lum. Bularda Uyg'ur qizlarining go'zalligi tasvirlangandan boshqa yana to'y xiti elishning arzon va osonligi faqat kimligini elib kelsalar loyiq tonishtirish o'rinlarining ularga to'y xiti bejarib berdiganligi tashviq qilinmoqda ekan. Xitoyning tashviqot videolarida muhabbatning kuchini hech kim to'solmaydiganligi, Xitoy erlarining xotirjam holda Uyg'ur qizlarini olsa bo'ladiganligi, Uyg'ur qizlarining Xitoylar bilan to'yilishining millatlar ittifoqligi uchun harakatlantirgich kuch bo'ladiganligi keng ko'lamda tashviq qilingan. Bu xil tashviqotlarda hatto Uyg'ur qizlarining ortiq shart qo'ymaydiganligi, Xitoy qizlaridek yuqori to'yliq olmaydiganligi, Xitoy erlari agar Uyg'ur qizlari bilan to'y qilsa, bolalarining chiroyli tug'ildiganligidek bayonlarmi ochiq oshkora deyilgan. Uyg'ur qizi bilan Xitoy yigit to'y xiti elayotgan ba'zi sin ko'rinishlardimi bu mulozimat o'rinlarining maxsus Xitoy o'lkalaridan kelib, Uyg'ur qizlari bilan to'y xiti elayotganlar uchun maxsus mulozimat ko'zniga ta'sis qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Biz Makit noyasidagi loyiq tonishtirish shirkatlarining Xitoyning davlatlik apparatlari bilan bo'lgan munosabati haqida yana tafsiliy ma'lumot olish uchun Makitdagi qizg'in so'ygi, ya'ni Relian deb ism qo'yilgan bir loyiq tonishtirish shirkatiga telefon qildik. 哎，你好，这是那个专门给这个维吾尔族姑娘介绍汉族的这个婚姻介绍所吗？在新疆喀什，我们是经过政府允许的。在买开提县吗？对，麦盖提就我一家公司是合法的，麦盖提没有其他家公司。 Bu şirketning xo'jayini Xitoy bo'lib, u ismini oshkorlamagan bo'lsa-mu, ammo o'zlarining hukumatning millatlar ittifoqligini ilgari surish programmasi bo'yicha qo'llashga erishgan va shu asosda qurilgan Makit noyasidagi Uyg'ur qizlarga ishkirdagi Xitoy erlarini tanishtiradigan birdan-bir maxsus Xitoy shirkati ekanligini oshkorladi. U mundaq dedi: 我们这边就麦盖提就我们一家。 Bu Qashqarning Makit noyasida hukumatning qo'llashi bilan qurilgan bir shirkat.
Мәкитdə bizning bu şirkətdən başqa qanunluq bo'lgan tonishtirish o'rni yo'q. Uyg'ur qizlar bilan Xitoylarni tanishtiradigan maxsus o'rinlar 2024-yildan boshlab qurilgan. Burun yo'q edi. Bu hukumat qo'llaydigan, shundaqla millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan bir o'rin. Bilamsiz, bizning udulimizda saqchi punkti bor. Bu mo bizning hukumat yo'l qo'ygan qonunliq bir o'rin ekanligimizni ko'rsatadi. Biz uningdan hukumat tarafdan Uyg'ur Xitoy nikohlanguvchilarga mukofot pulining bor yo'qligini so'rganimizda u mundaq dedi. 每 KT 有吗？ 那个题现在应该是有4万吧，补助。 Ba'zi noilalarda bor, ba'zilarda yo'q. Hozir bizning Makkada buningga 40 ming iqtisodiy yordam berdi. U yana o'zining mulozimat doirasining faqatla Xitoy o'lkalaridagi erlarga yotliq bo'lishini xohlaydigan Uyg'ur qizlarini Xitoylarga tonishtirish bilan cheklanganligini alayda eskartib mundaq dedi. 的都是汉族人吗？ 我们介绍的男孩子都是内地的。 Biz tanishtiradigan erlarning hammasi faqat Xitoyning ichki o'lkalaridan kelganlar. 有多少个维吾尔族女孩嫁到这个内 Biz 地了？ uningdan 1 yil jarayonida Xitoylarga yotliq bo'lgan Uyg'ur qizlarining soni qanchalik ekanligini so'radik. 这 Bu 个 mundaq 是 dedi. 我们的商业机密，不会告诉你的。我们公司只要是女孩找我们公司报名的，都嫁出去 Bu 了。 bizning savdo maxfiyatligimiz, deb bermayman. Bizga tizimlatgan va biz tanishtirgan har qanday bir Uyg'ur qizi to'y qilmay qolmadi. Xitoy erlari bilan to'y qilishni xohlaydigan har qanday bir Uyg'ur qizining o'z loyiqini tepib to'y qilishi oson. Bularning ichida ba'zi qozoq, qirg'iz va tojik qizlar bor. 20 yoshga to'lgan bo'lsa to'y xati og'ili bo'ladi. 都是 要是真心想找老公的，都会嫁出去。赫尔各支族、塔吉克族、哈萨克族。 Biz uningdan Xitoy o'lkalaridagi erlarni qandaq usulda Uyg'ur qizlariga tanishtirganligini so'rganimizda u javob berishni rad qilib mundaq dedi. 怎么运行啊？ 你问的这个有点多了哈。首先你喜欢。 Bu savol ortiq bo'lib ketdi. Erga tegmoqchi bo'lganlar oldi bilan Xitoy erlarini yaxshi ko'rish kerak. Bizga tizimlasli bo'ldi. Qog'inni shu chog'da deb beramiz. İki taraf to'xtam tuzidi, to'y qiladi. Agar er yaxshi muomala qilmasa, ajrashsa bo'ladi-ku. 对你不好了，你可以离婚呐。 Xitoy erlarga tegmoqchi bo'lganlar meni izlisi bo'ldi. Boshqasi muhim emas. 要管别的啊，好吧？ Biz uningdan Makkatning asosli aholisi Uyg'urlar turuqliq, ularning nimish Uyg'ur yigitlarga tanishtirish mulozimati qilmay faqat Xitoy erlarga loyiq tanishtirganligining sababini so'radik. U mundaq dedi. 维吾尔族男的呢？ 嫁给汉族人生活很好，内地的治安，内地。 Xitoylarga yotliq bo'lganda turmushi yaxshi o'tadi. Ichkari o'lkalarda muqimlik yaxshi. Xitoy erlar ayoliga kuyindi. Ayollar nimani xohlasa shuni qilsa bo'ladi. Her ayda ayoliga hajayliganga 20 ming yuan pul berdi. Buni bilamsiz? 就是有没有政治方面的保障？就 Biz 是 uningdan yana agar Uyg'ur qizlar Xitoylarga to'y qilsa, iqtisodiy kafolatdan boshqa o'zi yoki oila a'zolarining lagerlarga kirishining oldini olishga o'xshash siyosiy kafolatga ega bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini so'rganimizda, uning sezgurligi birdilla eshib, so'zni yig'ishtirdi. 学习啊什么的。 这个不是你操心的事情。你问这个问题有点。 Bu sen ko'ngil bildigan masala emas. Bu sen so'raydigan ishlar emas. Hukumat yordam qilamdi, qilmamdi sening qaring bo'lmasin. Yenimizda saqchi dorisi bor, bilamsan? Keraksiz savollarni mendan so'rama. 政府帮不帮助不需要你管。我公司旁边就是公安局。 Tekshirib aniqlashlarimizdan Makkatdagi bu loyiq tanishtirish o'rnining 2024-yil 8-oyda Yakanda shaxsiy shirkat nomida tizimlatilganligi ma'lum bo'ldi. 从今天开始呢，您又多了一个儿子，又多了一个宝，以后呢又多了一个孩子，孝敬您了。哎呀，叔叔高兴的，这么烫的茶，叔叔竟然都把它干掉了啊！我们新娘都跟我们婆婆声明了一下。 Xitoyning yaqinqi 10 yildan buyon maxsus siyosat va tadbirlar belgilab, Uyg'ur qizlarining Xitoy erlari bilan to'ylashishini ilgari surib kelayotganligi ma'lum. 2014-yili 21-avgust Charchan noyalik partkom chiqargan Milliylar bilan Xanzular to'ylashgan oilalarni mukofotlash tadbirlari nomli hujjat Shi Jinpingning bu xil siyosatlarining Uyg'ur elida jiddiy ijro qilinishga boshlaganligidan signal bergan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2022-yili 11-oyda e'lon qilgan Uyg'ur ayollarining majburiy to'ylashtirilishi Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi millatlararo to'ylashtirish siyosati sarlavlik cho'ng hajmli dokladida Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan to'ylashtirish siyosatini
davlat siyosati sifatida sistemalik ijro qilayotganligi, amaliyotda buning Osmon Osiyo siyosiy va madaniyat qirg'inchiligining vositasi ekanligi ko'rsatilgan edi.